Bu saatlik dersimizde biz Java'niki muhim bo'lgan Jig'a ya'ni collection'ni so'zlaymiz. Jig'aning ichida endi biz hammani bir so'zlamaymiz. Faqat array list bilan ikkinchi qilinadigan hash mapni misol qilib so'zlaymiz. Endi bu Jig'a degan chog'da bundan Java projektni quraverdik. Biz Java projektni quraverdik. Direct ticket demo collection degan. Bununla array list demo. Hamda buni hanzucha biz Jig'a deymiz, Jig'a. İngilizce hamda collection deydi. Bu Jig'a deganimiz nima desanglar hamda shu bir qator uchurlarni o'ziga saqlay oladigan to'plam, ya'ni to'plam. To'plam degan chog'da bu to'plam o'xshash bo'lgan yoki o'xshash bo'lmagan ma'lum bir qator uchurlarni o'ziga saqlay oladi degan so'z. Tiplari o'xshash bo'lgan yoki o'xshash bo'lmagan degandek. Masalan, hayvonotlar desak, buning ichida nurg'un masalan eshak, qo'y, to'gi, kala degandek nurg'un hayvonlar bor degan so'z. Shularning hammasini bir to'plam desak bo'ladi. Lekin ularniki bir-biriga o'xshamaydi degan so'z. Endi Jig'a shunga o'xshash, bu shuzudan farqlanadigan yeri shu. Shuzudan farqlanadigan yeri shu. Jig'a bo'lsa, bumo bo'lsin leysing bu yig'ida bianliang deb qo'yay, mana bianliang deb qo'yay. Ma'lum bo'lsa cho'qim bo'lsin leysing 5 va 7'da shunday o'xshash bo'lgan bianlianglarni saqlaydi. Bu ikkisiniki farqi shu. Hamda Jig'a degan chog'da biz bu yerda deb o'tdik. Bu Jig'aniki tiplari ko'p. Jig'aniki masalan collection deymiz. Collection o'zining ichidan bir qancha bo'lindi. Bu masalan vektor deymiz, array list deymiz hamda. Hamda bu listni asli list bu list deganimiz bir tal Jeko. Hamda array list deganimiz array list deganimiz bo'lsa, listdan amalga oshirilgan bir tal lay. Shuning uchun biz hamda array listni so'zlaymiz. Array listni aniqlanish so'layapmiz. Miyaga hamda bianliang keldi. Miyaga har xil leysingli keldi. Masalan, bu yerga o'zimizniki dushansim keldi yoki bo'lmasa shitoniki bergan dushanlarim keldi. Leysinglarim keldi. Masalan, list new qaraydigan bo'lsak, bu Java util array list. New array list qaraydigan bo'lsak, mana miyaga hamda o'zimizniki tipi keldi, tipi. Hamda array list deganimiz nima desak, bir hamda bu bir xaltaga o'xshash, Qanday tushuntiramiz degan chog'da, masalan mana biz bir Jig'a desak, buning ichiga biz bunda o'zimizniki dushanlarni tiza olamiz. Shunda o'zimizniki dushanlarni tiza olamiz. Ya'ni shunda o'rin belgilab, ma'lum bir yerdikini o'chira olamiz yoki bo'lmasa, shunda ma'lum bir yerga qata olamiz degandek. Array listniki alohidligi shu hamda ma'lum. Masalan, list deb qaraydigan bo'lsak, buniki hamda string o'xshash, mana add deb turdi. Add degani eng bishi qatı degan so'z, eng oxiriga to'g'ri, eng oxiri qatı degan so'z. Undan keyin undan boshqa add manchinchi o'rin qaraydigan bo'lsak, add undan keyin ma'lum bir listni qatqil bo'ldi buning ichiga. Undan keyin tozalab o'tish,
Ondan keyin mishna ichini izlash, izlash. Ondan keyin bu forage chiqib chiqarish. Ondan keyin ma'lum birisini elish. Ondan keyin ma'lum birisini izlash, ma'lum birisini izlash. Quruqmi, quruq emasmi tekshirish degandek, mana qator anaki ma'lum birlarni o'chirish degandek. Bu listni hamda jiqiriq ekranda list Androidda bo'lsa, list view bilan bog'lab turib, jiqiriq ekranda list view bilan ishlatamiz, bog'lab turib ko'prik ekranda ishlanadigan list view yoki grid view mana o'xshash ma'lum bir tizimliklarni chiqargan chaqda mana listga yuvilib, shuni bog'lab turib ishlatamiz. Endi biz listniki bo'lsa, biz bunga bir qancha nimalarni qaytib ko'rib baqalaylik. Masalan, menga demo bar deyman. Hamda listniki ichida nechta a'zo borligini qanday bilamiz deganda, listniki size degan funksiya orqali bilamiz. Listniki, ya'ni listniki size. Ko'rdingizmi? Mushu ichidagi nechta a'zo borligini chiqarib berdi. Funksiya list limen yo jiga item deb qo'yay. Jiga item nechta item borligini chiqarib berdi. Qaraydigan bo'lsak, mana 4 ta item bor ekan, biz 4 ni qilgandik. Undan keyin listni alohida diqqat qilganmiz. Listni funksiya qilgan chaqda cho'qim 0-chi, masalan, listni funksiya qilgan chaqda cho'qim indeksi 0 dan boshlanadi. Function moga item shu nima? Index 5 ve link hash kaytol hash yoki nim demakchi desak, masalan men 3-a'zoni funksiya qilmoqchi bo'lsam, demo 3 degan funksiya qilmoqchi bo'lsam 0 1 2 ikkinchi a'zosini 2 degan belani 2 degan a'zoni olaman degan so'z. Masalan, tsanga yuansu vay nima? Undaq chog'da men list get tushunaman, get 2 deb bermayman, hargiz 3 deb bermayman. Qaraydigan bo'lsak, mana demo 3 deb chiqdi. Undan keyin undan boshqa ma'lum bir a'zosini yutish yoki yangidan qaytish, ma'lum bir o'ringa yangidan qaytish. Tianjada第三个和第四个元素中间的页面，中间一个新的元素 item yoki demo 5 deyman. Demo 5 dey. Unda olsa buni da biz list tushunaman, at manchinchi o'rin dedik. Biz masalan men 3-o'rin bilan 4-o'rinnikiga. Unda olsa men 3 dey. Yoki bo'lsa, unda olsa masalan men 3-o'rin tushunaman, men 2-o'rin deyman. Unda olsa men 3 bilan 2 bilan 3 ni oraliqqa qo'ygandan keyin 3 ni oldiga qo'ymayman. Unda olsa men 3 dey. 3 ni men keyingi birini surma degan so'z. Unda olsa menga demo 5 deb chiqaray. Men 5 deb qatdim. Undan keyin men buni chiqaray. Di 3个元素和第4个元素新增的元素deyman. 新增的元素. Men faqat unda olsa men buni sinash uchun bunda bir amal qilay. List get men menga 3 deb yozay. 3 deb yozsam 4-a'zosi chiqadi. Unda olsa men buni ko'chirib, meni qaytishdan burun bir chiqirib baqay. Menga lav yuansu deb lav. Unda olsa ma'noda qaraydigan bo'lsak, 3-o'rin qatgan chog'da zodi 3-o'rinda qanday chiqadi qaraydigan bo'lsak, mana astidagi ishkisimiz lavda yuansu aslida 3-o'rinda demo 4 botdi. Biz 3-o'ringa ma'lum bir qatgandan keyin demo 5 bo'ldi. Unda olsa demo 4 nega o'tkaldi desak, demo 4 4-o'ringa o'tkaldi degan so'z.
Jami 5 yuan so'zi bor, 4-o'ringa o'tkaldi degan so'z ya. Zuyqu. Shunama Zuyquda 2 yuan so'z deganga men bu yerga do'sa listniki size e'longan 1 deyman. Shunami? Umumsidan 1ni ilib olsak, eng oxirdagi yuan so'z chiqadi-ku. Mana. Endi listniki bu endi qitish, o'chirish degandagi endi o'chirishni ko'mibdik. Biz yangidan qitishni ko'rdik. Unda bo'lsa men bu yerga Shanchu Shinzanda shunami? Demo 5 deya. Unda bo'lsa list ticket remove qaraydigan bo'lsak index shunami? Remove degan index ekan. Anaki men unda bo'lsa 3-o'rindagini o'chiribman shunami? 3-o'rindagini o'chirib men qaytadan unda bo'lsa men 3-o'rindagisini chiqarib bersam bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak mana shabavi 3-o'rindagisi aslida 3-o'rindagisi masalan demo 5 deyishunami? Men yerga ketgan chog'da demo 5 deyman. Anaki men 3-o'rindagisini o'chirayotgan ekan demo 4 ustiga birini surildi degan so'z, ustiga birini surildi degan so'z. Endi bu listniki eng oddiy odatdagi belgilangan qitish elish usuli. Unda bo'lsa biz listga barliq har xil o'xshamagan narsalarni qatolaymiz dedik. O'xshamagan narsalarni qatolaymiz dedik. Unda bo'lsa buni nima demoqchi desak, masalan, men bu yerga unda bo'lsa hayvonot deb birini quray, hayvonot deb birini quray. Laydan birini qurdim, hayvonot deb. Endi bu hayvonot degan laydan bo'lsa, menga qaraydigan bo'lsak, men public void out deb birini yozay, out deb ses out hayvonot deb yozib qo'ydim. Endi bo'lsa men bu yerga yana birini qatay, qo'y deb birini qatay, qo'y deb. Buningga endi hayvonotni men jichon qilay. Hayvonot. Aniki buningga men ses out system checked print shunami? Mana bir ta fanfa yozmabdik. Public void out shunami? Evet. Andiki men bu yerga ses out println nega qo'y deya. O'xshash usul bilan men bu yerga to'ga deya. Bu yerga public void out mumkin ses out to'ga deya. Endi men mana shunday ushlayni qurib oldim. Hayvonot degan qo'y bilan to'ga deganimiz hayvonotni jichon qilib kelgan. To'ga deganga jichon qilibdik. Extends hayvonot nima? Qo'y degan jichon. Endi men bu yerga kelib undan so'ng men yerga array listni buni quray.
array list. Endi bunda qursak xato bo'lib qoladi. Bular list mesela mega string my list new. Bu çoğun bu yurtun içindeki listini ilişkirik. Mega new list desek bu hata olacak ya vallahi. List desek bu hata olur. Mega çoğun list demey bununki bu Java ya bunu new kıl bulmayı. Çoğun bununla ya array list arkalık verişimiz gerek ya. Array list arkalık verişimiz gerek. Ma'qul usulda bo'ladi, ma'qul usulda bo'ldi. Cho'qim array list orqali shunday qilishimiz kerak. Hargiz new list deb shunday qilmaymiz. Ma list deganimiz bayatında bitib ketdik bir tal Java ya. Array list bo'lsa, biz listni shishan qilgan bir tal ya. Endi my list megan bo'lsa men hayvonot deb beray. Hayvonot deb bergan ekan, bo'lsa men mega oldi bilan hayvonotga bir tal dushanlar ya. Bo'lsa mana my listga hayvonotni qaytdi ya. Andiki men mega qo'y deb bir tal dushanlar ya. Undan sonra men my listga men qo'y deb qaytdi ya. Qaraydigan bo'lsak mana andiki men mega to'ga deb birini olay. To'ga. Andiki men my listga to'gani qo'shib ketdi. Buningga men hozir qaraydigan bo'lsak 3 xil dushan qataldim. 3 xil dushan hamda birinchi chon qilgan 3 xil dushanni qataldim. Unda bo'lsa men bu yerda 3 xil dushanni hammasini out degan nimasini chiqarib qo'yay. Bunda int item null check listniki size'dan ijaja. Mümkün. Sysout yoki sysout deb yozmayib bevositalar listr get shunaqa get ayniki out. Undasa bularni hammasini men hayvonot deganga almashtirib olsam bo'ladi. Chunki mashina jichon qilgandan keyin miyada rasm list olmaydi, my list oldi vallahi. Xato yozib qo'yibman list. My list. Endi my list bo'lgandan keyin my list get ai ninki out shunami out. Endi men chiqarib qo'yaman, ijro qilib qo'yay. Qaraydigan bo'lsak mana hayvonot qo'y to'ya deb chiqdi deb. Demak bu 3 xil dushanni buni saqlay oldik degan so'z. 3 xil dushanni buni saqlay oldik degan so'z. Demak bu list array listning ichiga dushan saqlab bo'ldi degan so'z. Dushan saqlab bo'ldi degan so'z. Ham dushanning qiymatlarini o'z bit o'qib chiqib berdi degan so'z. Masalan ma'noga biz yana davomli turda bir belgilan bersak, masalan private int number deb beray, men number deb beray. O'xshash anandiki bularniki masalan buningga getter setterdan birini yozsam mava hozir men yuqori jilesiga yozdim, jilesiga yozdim. Unda bo'lsa full esiga yozdim. Unda bo'lsa men bularniki hammasini jichon qilganlarni hammasini shiltalayman degan so'z. Unda bo'lsa men o'xshash so'z bilan maniki check turib set number shunami set numbersi managa 100 qo'y deganga set numbersiga 101 1001 deb qo'yay. To'ga deganiki set numbersiga 2001 deb qo'yay.
Degan ki out'ning ichidami hamda yoki bo'lmasa hammasiniki ham yerga get number deb yozib qo'ya. Out number is my list diyor get number shunami? Get ayniki diyor get number. Qaraydi olmasak mana o'z bit chiqdi degan so'z, o'z bit chiqdi degan so'z. Bundan boshqa mana to'ga deganda ya'ni o'xshash deyishganda ya'ni masalan to'ga deb to'ga new shunami? To'ga deb deyishganda masalan mana 3001 qilib men qaytarsam masalan mana qaraydi olmasak mana ayrim chiqdi degan so'z. To'gadan 2ni qatlam, mana qo'ydim birini, hayvonotdan birini qatlam degandek. Bundaq qilib mana hargiz bevosita undoq mana deyishganda masalan 2 qitim qaytarsak nima bo'ldi desak, bu o'xshashli 2 qitim chiqadi degan so'z. Bu o'xshashli 2 qitim chiqadi degan so'z. Mana o'xshash 2001dan mana o'xshashli 2 qitim chiqadi degan so'z. Cho'qim oldi bilan yangi deyishgan qilmoqchi bo'lsak, cho'qim new qilib mush deyishganni shunday qilishimiz kerak. Cho'qim shunday qilganimizda andan keyin bu yangi deyishgan bo'ldi. Endi array listniki asosli ishiltish usullari mushu. Array listniki asosli ishiltish usullari mushu. Endi bu bu Java'da endi buni biz bek tafsiliy so'zladik. Biz faqat mush ishiltish usulini so'zladik. Bu niki ishiltish usulini so'zladik. Endi buni davomliq tushunmoqchi bo'lib qolsangiz Java'dagi shu collection ya'ni degan mazmunni darq ko'rsangiz bo'ldi. Bugungi darsimiz o'shagicha.